Qarang, Alloh taolo ota-onasi salihali bo'lgani uchun ana shu duoning astida oltinni shu bolalarga asrab o'tiribdi, o'zi qo'yib o'tiribdi. Kimning hurmatiga? Ota-onasi salih amal ishlagan, bu boshqa yo'q. Endi bir adam ro'zani Ramazon oyida ro'zani 10 kun tutamadi, keyin 5 kunaq muhlat berildi. 5 kundan keyin jonini topshirdi. 5 kunning nesi niye qilar ekan? Suraladi. 5 kunninki suralmaydi. Endi 10 kun tutmadi, 10 kun avru bo'ldi. Bu yoqda eshitmayapsizlar. 10 kun tutgan yok, seferde, yoki 10 kun avrup yattı. Ramazan tutganiki 10 kun tutup berishga muhlati bo'ldi, imkoniyati bo'ldi, biroq tutgan yok ro'zasini. Öyle deyapti. Nixlu kerak? Vasiyat qilsin deydi shariat. Menda falon kunning qazasi bor, ey o'g'illarim. Baxkanglar, hammang rozi bo'linglar degandan qo'ya tur uni. Mana yoqda o'zim problemam bor hali. Menda 5 yıl, 10 yıllık tutulmagan qaza ro'zalarim bor. Qaza namazlarim bor. Qanday qilamiz? Shuni vasiyat qilsin deydi. Bo'lmaydi narsani vasiyat qilavermaydi. Anerga ko'm, ano yulsin, u kerak yo'q bundaqa narsalarni. Kim yulsa ham baribir u. Katta kitoblarda aytiladi, undaqa vasiyatga e'tibor qilmaydi. Ano yulsin, anerga ko'msin degan vasiyatga. Hukmi yo'q uning. Foydasi yo'q narsada. Neni vasiyat qilish kerak? O'g'illarim kanglar. Menda falan yıl namaz okumaganman men. Falan yıl roza tutmaganman. Men atıma sadaka beringlar deb vasiyat qilsin deydi shu kitobda. Ana, qayerda yotibdi vasiyat. Telefondan o'chirib qo'yinglarchi, amal qilsin. Tushuntirabildimmi? Bir kunligiga bir fidya miqdori. Vasiyat, mana kunim misol 3600 tangami? Masalan, sizin 20 yil tutmagan ro'zangiz bor. 20 ni ko'paytirasiz 30 ga. Qancha bo'ladi? 600. 600 ni ko'paytirib 3600. Har bir kuniga shunday beradi. Aqchasi yetmasa, bilatin bir odamni chaqirib oladi, belgili bir summani qo'yadi, masalan, qo'lingizda qancha bir 100 ming tanga bor, 100 ming tanganing qancha kun, masalan 10 kunligin yoki 30 kunligin ro'zasini o'tayotgan bir qo'lingizda summa bor. Men atamning tutmagan ro'zasi deb qo'lga beradi. Unga qaytadan hadiya qiladi sizga. Unga qaytadan beradi. Shunda aylantirib mixladi. Ozgina summa bilan atasının okumagan namazını, okumagan tutmagan ro'zasini shunda tushiradi. Endi bu narsa %100 tushiradim, tushirmaydim. İmam Muhammed, Abu Hanifa'nın talabasi İmam Muhammed inşallah tushirsa kerak degan yeri bor. %100 emas. Qarangizlar. Shu uchun jamoat muslimin birinchi bo'lib o'zimizning nafil ro'zalarni tashlang, nafil ibodatlarni qo'ying. Birinchi bo'lib qazolarga umtiling. Qazo namozdan o'qu kerak. Qazo ro'zani o'tib kerak birinchi. Erta suralar buning bari. Tutib yurib ulgurmay yanada vaqtingiz yetmay o'tib ketdingiz, undan ixlos vasiyat qilib ketasiz. Hatto sizdan aytib qo'yingizga bo'ladi bolalaringizga. Erta o'lim haq, o'shunda men boshqa barakalatim bo'lsa, falan yil qazam qarzim bor men deb bolalaringizga aytib qo'ying hozirdan. Namoz turali savol beraman deyotganlar bor edi. Qazoni bolalar tutib berilgan. Yo'q, bolalar tutsa o'tmaydi. Bolalari atasının atiga nixladi. Fidya aqcha sadaqa qiladi. Ana shu payt mo'ynidan tushsa kerak degan sal bir ni bo'lsa ham nilar bor, yordam bor kitoblarda. Biroq %100 emas, yengillik bor. Aha. Ular aşpazlar ko'pchilikka ovqat tayyorlabki, ularning damini ko'ruga bo'ladi. Ular uchun makruh bo'lmaydi. O'tkani ko'pchilikka qilinayotgan ovqat. Biroq nixmaydi, damini yutib olmaydi. Damini ko'radi-da, tushiradi. Bir yeb ko'rmaydi. Aha.
Başka? Namaz için secde ayetler olur. Namaz okumayı, secde. Namazda secde ayetler qarabsizlar. Ko'pchilik bilmaydigan masala, eshityapsizlar. Qur'onda 14 yerda secde ayetler var. Bu secde ayet o'qilgan paytda yoki eshitilgan paytda Babur aka eshiting. Qur'onda qancha yerda secde ayet bor ekan? Babur aka? Eshitmadik sen. Qur'onda 14 yerda secde ayet var. Eshityapsizlar. Qancha yerda bor ekan? 14 yerda. Bu secde ayetleri eshitilgan paytda yoki o'qilingan paytda bizning sajdaga ketishimiz vojib. Sajda qilishimiz kerak. Endi bu namozda o'qilingan paytdachi imom o'qib qolsa. Imom o'qib qolsa ham shu payt o'qilingan zakatni sajdaga ketuv niye ekan? Vojib. Kechiktiruvga bo'lmaydi bu narsa. Kechiktirsa gunohkor bo'ladi. Endi secde ayet ahırga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa yoki secde ayetni o'qib rukuga ketadigan bo'lsa, ana shu ruku qilayotgan rukungizga sajdaga deb niyat qilasiz. Ko'pchilik qarilar shunday qiladi. Ana jamoatni, bilmaydigan jamoatni bir-biri bilan yiqmoq uchun, masalan, erta qari keladi, durustmi? 14 sajdaning bari o'qiladi Qur'on namozda. Biroq biz hech qachon sajdaga bormaymiz. Nega bormaymiz? Chunki qari shunday sahifadagi bakkalar ana shu yerni o'qiydi tag'in rukuga ketadi. U o'zi niyat qiladi ichidan sajdaga deb. Qur'onda ya'ni namozda qilingan ruku niyat qilinsa sajdaga, ruku sajda yeriga o'tadi deydi. Tushuntira bildimmi? Biroq namozning tashqarida siz ruku qilsangiz sajda yeriga o'tmaydi. Обязательно sajdaga ketib kerak. Tushuntira bildimmi? Boshqa? Bir marta o. Ha, secde. Ha, ayta subhanallah. Aha. Sana namaz okutursa yarım saat kişiler namaz kılıyor. Yemin namazın bozulmaydı mı? Yo'q, birovning kulgani, birovning namozini buzilgani boshqa birovga qatish yo'q. Masalan, birov oldingizni o'tib ketdi, birovga namozi buzildi deydi. U narsaga namoz buzilmaydi. O'tib ketgani gunohkor bo'ladi, oldingizni o'tib ketsa. Unga aytib qo'y, yaxshi bolalar, bugun suvga chiquv yo'q. Suvga hech qayt eshikda ni o'tib, ulug' akasiz mana yoqdan, ana yoqdan birov o'tirsin. Suvga chiqmaydi yollar. Suv yo'q deydi bugun. Ha, yo'qmi suv? Suv qo'ymasa Yo'q, bular suv uchiga chiqadi deysizmi? Endi chiqib kiraveradi. Fatih'de gaz koydu. Bor, chiqasi chiqib ketaveradi. Ha. Suv uchiga chiqdi deb qo'ysa. Boshqa savollar? Men de bir sorum var. Ana namazın altını ötüp götürüyor. Bu bitti. Şu kança arasında oldu gerek. Namazda oldin o'tib ketuvga bo'lmaydi. Agar masjidning eni 25 metrday eni bo'ladigan bo'lsa, unda sajda qilmagan yerining sal anaqni o'tib ketsa bo'ladi olimlar. Bitkani o katta masjidga kiradi, sahro hukmiga kiradi deydi. Endi masalan siz ko'chada, aydalada namoz o'qiyapsiz, durustmi? Sen oldin o'tmoq kerak deb, anaqdan kilometr borib yurmaydi u odam. Siz sajda qilmagan yeringdan o an yerini o'ta soladi. Tushuntira bildimmi? Sahroda shunday hukm. Endi katta masjidlar ham sahro hukmida deydi. Katta sahro hukmida. Ya'ni eni 25-30 metr bo'lsa, mana uni mo'g'achi. Unda u masjid katta masjid bo'lib hisoblanar ekan. Sajda qilmagan yeridan sal maniyag'ini o'tasa bo'ldi. Kichkina masjid bo'ladigan bo'lsa, unda uga ruxsat yo'q. Ya'ni eni shunday 25 metr chiqmaydi. Beda oldin o'tib ketamiz. Bo'ladi. Jamoat janozadan chiqib yuvinu kerak, janozadan chiqib birovning uyiga kirmoq kerak degan narsa irim jamoatimiz. Unday narsa yo'q. Unday narsalar qo'yibdi, bu to'xtatibdi. Hech qanday Qur'onda, hech qanday dalil, hadis yo'q unday narsa. Ana kun tag'am aytadi, birov janozadan chiqmay uyima kirib qo'ydi deydi. Uni yiqibdi kirsa desam, bu bo'lmaydi unaqa narsa. Ha? Shuhrat da. Özgür'de aldırmaya aldığını ötüge bomit yaptım.
Ha, ötkende aytdınız, taratımız olsa bakanın söyler, çıkıp ketep adamların aldığını kəsip dedim. Qaysı söz? Yok, cemaat namazı okulup durgan paytda cemaatin en gılandisi kim? İmam. İmamın aldığını ötmek gerek. Kalan aralarını öte veresiz. Ya ötürge bomit deganimiz kaytır. Eğer yakka okuyatkan olsa bo'lmaydi. Beda kapital imam bo'lgandan keyin imamın aldığını ötüp ketmasangiz bo'ldi. Tushuntirabildimmi? Allah taolo eshitganlarimizni amal qilishni nasib qilsin. Valhamdulillahi robbil alamin. Bir rahmat.